Bugungi darsimizda siz 5 daqiqa ichida qanaqa qilib IELTS essaylarda yoki multi-level essaylarda to'g'ri body paragraphni tashkil qilish haqida o'rganib olasiz. Ko'pchilikda fikrlar bor, vocabulary bor, lekin ustoz to'g'ri strukturada qo'ya olmayapman, qanaqa qilib yozsam eng to'g'ri struktura hisoblanadi degan savollar keladi. Kelinglar, agar siz formal essay task 2 yozayotgan bo'lsangiz, IELTS da bo'ladi, multi-levelda bo'ladimi? Siz paragraflarni hozir men именно qanaqa ko'rsatadigan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib tuzsangiz, u to'g'ri tuzilgan hisoblanadi. Va именно mana shu struktura bo'yicha siz essayingiz uchun 7+ olishingiz mumkin bo'ladi. Именно coherence cohesion qismidan. Ya'ni coherence cohesion bu o'sha body paragraphda hamma narsalarni tiqib tashlaganmisiz yoki bitta ideyani chiroyli qilib yoritganmisiz? O'sha yoritishingiz davomida birinchi gapingizda to'g'ri narsa yozganmisiz, keyingisida, undan keyingisida to'g'ri yozganmisiz, to'g'ri gap bilan tugatganmisiz? Mana shu narsalarning hammasi coherence cohesion'ni balini aniqlab beradi. Va ko'pchilik pastroq baho olayotganlar strukturani bilmagani tufayli birdaniga fikrini aytib ketadi. Men bu paragrafda nima haqida gapirmoqchiligimni tanishtirmasdan boshlasam paragrafimni, mani bahom coherence cohesion uchun pastroq bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, mana bu strukturani ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa qilsa biz yuqoriroq baho olishimiz mumkin. Body paragraphni boshlashingizda siz birinchi topic sentence dan boshlashingiz kerak bo'ladi. Topic sentence o'zi nima? O'sha paragrafda nima haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, topic sentencingizda yozib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, sizga mavzu berilgan online ta'lim offline ta'limdan yaxshiroqmi degan mavzu. For example, online education is better than face-to-face learning degan mavzu bo'lsa. Demak, siz birinchi online ta'limning yaxshi taraflari haqida gapirmoqchimisiz? Mana shu body paragraphda uni birinchi gapida aytib olishingiz kerak. Ya'ni online education is better than in-person learning. Ya'ni online ta'lim o'sha face to face, ya'ni yuzma-yuz o'rganishdan yaxshiroq. Buni masalan ikkita sababi bor deb birinchi gapingizda aytib olishingiz kerak. Mana shu birinchi gapda aytishingizni o'zida examiner tushunadi. Bu paragrafda demak onlayn ta'limning yaxshi taraflari haqida gapirmoqchi ekan deydida. O'sha tushungandan keyin sizni coherence cohesioningizga avtomatik yuqoriroq ball beradi. Demak, topic sentence birinchisi mana shunaqa gap bo'lishi kerak ekan. Ikkinchisi, topic sentence'ni aytganingizdan keyin reason 1. Masalan, birinchi sababingizni aytishingiz kerak. Nimaga, masalan, online educationni siz face to face learningdan yaxshiroq deyapsiz? Birinchi argumentingiz. Birinchi argumentingizni keltirganingizdan keyin, masalan, aytaylik, online learning bu flexible dedingiz. Online learning flexible degani, ya'ni moslashuvchan degani fikringizni aytdingiz. Ana endi undan keyingi gapingizda flexibleligini tushuntirib bering, ya'ni explanation bering. O'sha moslashuvchan dedingizmi? Qanaqasiga u moslashuvchan tushuntirib bering fikringizni. Ya'ni masalan, boshqacha qilib aytganda, odamlar o'zi xohlagan vaqtda, o'zi xohlagan joydan turib onlayn ta'limni ola olishi mumkin. Mana ko'rdingizmi, o'sha moslashuvchan degan mana bu yoqda hali oxirigacha yetkazib berilmagan fikringizni keyingi gapingiz ochib beryapti. Ana endi undan keyin o'sha moslashuvchanligiga, odamlar xohlagan joyida, xohlagan vaqtida ko'ra olishi mumkinligiga example, misol berib keting. Ya'ni fikringizni to'g'riligini real hayotdagi misoli bilan keltiring. Masalan, onlayn ta'limni qaysi platformalar orqali hozir olinyapti? Odamlar qanaqa qilib bundan foydalanyapti? Real hayotdagi misoli. Va oxirgi gapingiz beshinchisi, result, natija. Ya'ni aytaylik, o'sha xohlagan joyidan turib, xohlagan vaqtida o'rganyapti dedingizmi? Bundan kelib chiqadigan natija qanaqa bo'lyapti? Oxirida mana shu gap bilan tugatasiz. Demak, 5 ta gap bo'ladi. Mana shu 5 ta gapni chiroyli, grammatik xatosiz, vokablarini joy-joyiga qo'yib yozib beradigan bo'lsangiz, sizni body paragraph, именно mana shu bitta body uchun bodyingiz coherence cohesion, ya'ni gaplaringizni bir-biriga bog'liqligi, paragraf va strukturasining to'g'ri tuzilganligi bo'yicha ancha-muncha yuqori baho olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir aytgan gaplarimni mana bu yoqda joylashtirib ko'ramiz. Hozir men qaytib kelaman.
Davom etamiz. Boya tushuntirib chiqqan har bitta strukturamizga men gaplarni yozib chiqdim. Demak, topic sentence'ga nima yozdim? Online learning is superior to face-to-face education in certain ways. Ya'ni online ta'lim face-to-face ta'limdan ko'ra ustunroq dedim. Ma'lum bir jabhalarda in certain ways. Demak, qaysi jabhadaligini endi aytishim kerak. Reason 1. Firstly, learning through the internet is much more flexible compared to traditional learning. Ya'ni an'anaviy ta'limdan ko'ra, mana bu online ta'lim, internet orqali o'rganish flexible dedim. Ya'ni moslashuvchan dedim. Ko'proq moslashuvchan. Ana endi tushuntirib berishim kerak. Qanaqasiga moslashuvchan? To explain, tushuntiradigan bo'lsam, people can incorporate their studies and work, ya'ni odamlar ishi va o'qishini birlashtira oladi, incorporate, ya'ni birga olib keta oladi by taking online courses, ya'ni online kurslar olish orqali, depending on their personal preferences, ya'ni o'zini shaxsiy talablaridan kelib chiqib, ya'ni bu degani o'sha moslashuvchan degani. Keyingisida example, misol berdim xuddi shunga. Ya'ni haqiqiy hayotda qani odamlar online kurs olib nima foyda topa oladi? What? Those who work in full-time job positions may have an opportunity to acquire knowledge after working hours. Ya'ni o'sha full-time job positions degani ertalabdan kechgacha ishlaydigan odamlar. Ertalabdan kechgacha ishlaydigan odamlar nima deydi? Bilim olishi mumkin o'zini ish soatlaridan so'ng. Ya'ni online ta'lim ularga shunaqa imkoniyat beradi. What? Real hayotdagi misol. Ana endi result oxirida bundan kelib chiqadigan natija nima bo'ladi? Xo'p, ular ishdan keyin o'qidi. Bundan kelib chiqadigan natija, as a result, natijada they can contribute to the development of their companies more. Ya'ni o'z kompaniyalari rivojiga ko'proq hissa qo'sha olishadi. Increasing their chances of being promoted. Va ular o'zini o'sha lavozimi ko'tarilish, karyerasida ko'tarilish bo'lish ehtimolini, imkoniyatini oshirishadi dedim. What? Ko'ryapsizlar, bu yoqda onlayn ta'limni bittagina o'sha flexible degan so'zini mana shu etaplarda biz shuncha qilib kengaytirib yoza oldik. Demak, sizda ideya yetishmayotgan bo'lsa ham shu strukturada qo'yib yozsangiz bo'ladi. Ideyalaringiz bo'lgan taqdirda ham qanaqa tartibda qo'yishni bilmayapsizmi? Xuddi shu strukturada qo'ying va bu struktura o'sha eng to'g'rilaridan biri hisoblanadi. Sizda coherence, cohesion, ya'ni gaplaringizni to'g'ri strukturada tuzganmisiz yoki yo'qmi, shuni tekshiradigan yo'nalish bo'yicha bahoyingizni ko'tarib beradi. Bu yo'nalish esa sizni umumiy writing balingizni 25% tashkil qiladi. Chunki bizda alohida grammar bo'yicha baholash bor, vocabulary bo'yicha, o'sha savolga qanday javob berganingiz bo'yicha va to'g'ri strukturada yozganingiz bo'yicha. Demak, 4 ga bo'ladigan bo'lsa, 25% balingizni mana shu struktura tashkil qilib berar ekan. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Bundan keyingi barcha insholaringizda mana shu strukturani ishlatib ko'ring va ideyalarni chaqirishga ham oson bo'ladi, balingizni ko'tarishga ham ancha-muncha yordam beradi. Siz bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishamiz.